ko'rgan o'tganlarga maslahatim shu bo'lardi. Bitta направление berdimi, o'sha направлениеda qotib qolish kerak emas odam. Bir ishdan ikkinchi ishga o'tishga sabab sizda nima bo'lgan? Moliyaviy tomonlama pul bo'lganmi yoki erkin grafik bo'ladimi? Uni o'zi to'g'risida konsaltingda ham bir yig'izpan ko'rdim. Menimcha juda katta tempda bittada oldikda, endi qiynalib qoldim o'zim. 6 milliardni, misol 100 million, 200 million налогda chiqayotgan bo'lsa, misol uchun o'shani Qonuniy yechimi. 20 milliardda, 20 milliardda ham shu summada chiqsa bo'ladigan sharoitda bo'lganda. O'zingizda ham pamlashning buxgalteringiz bor ekan. Olib chiqayotgan buxgalterlarga nima talab qo'yasiz? Nimani bilishi kerak? To'g'risi boshida ustoz topishga qiynalganman men. Ha, eng katta. Qaysidir 100 milliarddan oshiqroq, misol. Общий olganda 300-400 milliard chiqib qoladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi podkastimiz bo'lib o'tyapti. Bugungi mehmonimiz bosh buxgalter Abduvahob akam bo'ladilar. Assalomu alaykum Abduvahob aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Kelganingizdan xursandmiz. Mana Abduvahob akam qachon o'qidingiz? 2017-18. 2017-18. Mana eski o'quvchilarni ko'taryapmiz. Chunki moliya sudasi sal kam 10 yildan oshiq mana ta'lim sohasida buxgalteriya bo'yicha ilm berishda insonlarga ko'maklashib va yordam berib kelyapti, amaliy yordam. Shulardan bittasi Abduvahob akam bo'ladilar. Abduvahob aka biza podkastni nomini o'zi haqiqatdan ham shunday deb nomlaganmiz. Nimaga? Chunki mana noldan kelib hozirgi kunning natijada haqiqatdan ham shunaqami. Ya'ni biz shu narsani ochiqlab beramizki, insonlarga, ya'ni siz kelganingiz va bugungi kundagi natijalaringiz. Chunki bizda yoshlarda bilasiz, ikkilanish holatlari ham ko'p bo'ladi. Shunda jonli mana sizdan eshitamiz shu narsalar. Hozirgi kunda faoliyatingiz, o'zingiz haqingizda birinchi qisqa ma'lumotlar bersangiz. Shu, mana ismim Abduvahob. Hozirgi kunda ikkita tashkilotda bosh buxgalter lavozimida ishlayman. Nechta? Ikkita. Ya'ni endi hammasini aytish emasdir. Nanu dalyon qiladiganlaringizni ham sekin-sekin ochiqlayvering. Bir nechta tashkilotlarni yurg'izamiz, bir nechta yordamchilarim bor. Misol hozirgi kunda ular ham o'tirib ishlashadi. Men endi ularni kontrol qilib turaman, asosan boshqarib, maslahatlashadigan joylarda maslahatlashib turamiz. Hozirda shu buxgalteriya faoliyatidaman hali ham. Bosh buxgalter faoliyati yo'q. Faoliyatimni yurg'izaman. Faoliyat qanaqa? Faoliyat har xil ulgurji savdo, qurilish, Hamma sohalarda sekin-sekin o'sib bor. Hamma sohalarda bor. Endi sekin-sekin hozir o'zi import oldin bo'lardi, hozir yo'q edi. Mana sekin-sekin import ham qo'shilyapti. Endi o'zdan sohani kengaytiramiz. Bu ham qo'shilyapti o'zi. Juda ham yaxshi. Mana 2018 deb oladigan bo'lsa, o'zi bizda unda o'ylab qaraydigan bo'lsa, Bekzod akam bilan o'rtoqsizlar. Ya'ni Ismoil Bekzod aka o'qituvchimiz bilan kelgan paytlaringiz bizda ham bo'lganmiz o'sha paytda. O'zim ham bo'lganman-ku, to'g'rimi? Necha oy o'qigansiz bizda? Men где-то 2 oy individual kursda o'qiganman. Individual o'qigansiz, gruppa bo'lmagan. Yo'q, gruppa emas, bitta o'zim. Chunki endi menda sal ko'nikmalar borligiga именно noldan bu shot faktura bu anaqa deb o'rgatish shart bo'lmagan. Уже menga yo'nalish konkretniy kursda olish kerak bo'lgan. Mana shu xos расчётga mana shunaqa kiriladi. Ha, tushundim. Demak, g'irt noldan bo'lmasa ham, lekin bilimlar bor, lekin bir sidra yanada yaxshilash uchun tezroq olish maqsadida individual kursini tanlagansiz. Shunaqa. Juda yaxshi. Kim o'qituvchi bo'lgan? O'qituvchi Odiljon bo'lganlar bizga. Yunusov Odiljon. Sizlarni o'sha boshlang'ich menimcha birinchi yaxshi o'qituvchilarimizdan biri. Anchaga adashmasam hali ham faoliyat ko'rsatadi. O'shani aytaman. Endi menimcha hozir dars bermayaptilar, faqat buxgalteriya faoliyati. Buxgalteriya, konsalting firmada. Shunaqa. Ular bilan hali ham baribir отношения qilib turamiz. Savollar bo'lsa, bir-birimizga murojaat qilib turamiz. Hali ham muloqotdasiz. Hali ham muloqotdamiz ular bilan. Ya'ni aytib ketishimiz kerak. Moliya sudasida konsalting faoliyati ham mavjud. Ya'ni korxonalarni buxgalteriyasini olib va ularga sifatli xizmat bajarib beriladi. Mana o'zingiz ham hozirgi kunda faoliyat yuritib turgan korxonalaringiz ko'p. Endi shu natijalarga erishishda qadamlar qanaqa bo'lgan? Endi qadam sekin-sekin bo'lgan. Baribir misol o'qishni bitirganmiz, o'qishdan keyin siz bizda o'qiganingizdan keyin mana bizda tomonimizdan ish taqdim qilingan.
Ha, qilingan. Xo'p. Undan keyingi olib chiqib ketgan holatingiz qiziq. Undan keyin aytolmayman-ku, shu tashkilotga borganman, u yerda ishlaganman. Endi o'zimga berilgan topshiriqlardan ko'prog'ini qilishga hamdam harakat qilganman. Chunki katta tashkilot edi u ham. Katta tashkilotda направление bitta odamga beriladi, bo'ldi. O'sha yerda qotib qoladi-da. Man misol uchun hozir o'rganayotganlarga maslahatim shu bo'lardi. Bitta направление berdimi, o'sha направлениеda qotib qolish kerak emas odam. Yana boshqa sohalarni o'rganishga harakat qilish kerakki, nimaga o'shanda отдельно chiqib, misol uchun unaqa katta firma olmasa ham, kichikroq firmani olsa, lekin hamma yo'nalishni biladigan bo'ladi. O'sha narsaga harakat qilganman. Misol uchun menga materialniy часть berilgan, faqat asosan расход, u yerda расход ko'p bo'lardi. Respublika bo'yicha расход qilinardi. Men eng katta 3 ta viloyat berilgan edi: Qashqadaryo, Surxondaryo, yana Xorazmda adashmasam 3 ta anaqa Xorazm Qoraqalpoqmi, shunaqa 3 ta rayon bilan ishlaganman, viloyat bilan ishlaganman. Ularda selxoz anaqa bo'lgani uchun ham xo'jalikda traktor, kombaynlarga zapchast sotilgan. Ularda katta-ku baribir. Eng katta ob'yom shu viloyatlardan bo'lardi. O'shaning uchun o'shalarni berishgan. Undan keyin uni tugatib, misol uchun yana ish bilan deb ham so'raydim. Keyin oylik hisoblashni o'rgatishgan. Mana undan hisoblanadi. Расчетный. Yo'q, endi o'tmaganman, uni qo'shimcha hisoblayman. Endi o'rgatishyapti. Shu mayli qilyapti-yu. Keyin sekin-sekin misol uchun bank kirg'izish уже ishonishyapti, qarasa уже нормальный. Xatolar kam, endi baribir xatosiz iloji yo'q. Boshlab olish kerak bo'lgan. Harakat boshlab olish. ish bor joyda xato bo'ladi deydi. To'ppa-to'g'ri. Usiz iloji yo'q baribir. To'ppa-to'g'ri. Ko'p emas, ya'ni chuqur yoki ya'ni kechirib bo'lmagan xato emas. Normalniy kechirsa bo'ladi, to'g'rilasa bo'ladigan xatolar. Endi baribir hammada bo'ladi, u narsa iloji yo'q. O'shandan keyin sekin-sekin ishonishni boshlashgan, pul chiqarishni ko'rsatishgan. Pul chiqarishlarni misol 3 oy, 4 oy ishlagandan keyin faqat shu pul chiqarishni ko'rganman. Men o'tirib birinchi o'zlari ko'rsatdi, bosh buxgalterimiz. Sekin-sekin undan keyin o'shani ko'rsatishni уже ko'rsatib, keyin o'zimizga chiqarishga ishonganlar. Shunaqa qilib sekin-sekin boshlangan. Undan keyin dальше boshqa firmaga o'tganman. Misol uchun ular bilan maslahatlashib turib, mana shunaqa отчет topshirish kerak ekan, hisobotim to'g'rimi, ko'rib beringlar deb ko'rsatib. Endi ko'proq individualniy harakat ham bo'lardi. Menda o'zi qiziqish bor. Misol uchun savol tug'ilsa, birinchi o'chirda internetdan man qidirib ko'rishga harakat qilaman bu narsani. Chunki hozir baribir ko'p misollar bor. To'ppa-to'g'ri. O'shandan davom etishga, keyin mana aytganimdek, mana Odil akam bilan maslahatlashib turardi. O'sha payt ham so'rab turardim, bunaqa bo'lyapti, nima qilish kerak deb. Ular bunaqa qilsangiz to'g'ri bo'ladi derdilar. Keyin mana Shohid opam bilan o'sha ular bilan Viyodiy bosh buxgalterimiz va ular bilan maslahatlashib, shunaqa qilib, keyin уже дальше undan kattaroq tashkilotlarga o'tish boshlangan. Juda ham zo'r. Bilaman, ustingizda ishlaysiz. Bilimni paydan bo'lasiz, chunki ana kuni aytib turdim, endi Odiljon Beysda akamlar bilan gaplashamiz, muloqotda bo'lamiz. Storyda ko'rib xursand bo'ldim. Misol uchun Murod Muhammadjonovga soliq maslahatchilari bo'yicha o'quv kursi bor. Bundoq qarasam, chiqib qoldilar. Bizani eng yaxshi bitiruvchimiz deb maqtashdi. Bundoq qarab, Abduvahhop o'zimizdan o'quvchi edingizda endi, ya'ni birinchi chiqqan qaldirg'ochlar baribir moliya ustasidan chiqadi. Chunki boshlang'ich buxgalteriyani asosan ko'pi endi bu yerda maqtanish emas, lekin hamma o'sha teparoqda o'qiyotgan, soliq maslahatchiligiga o'qiyotganlarni bundoq qarasam, o'sha hammasi o'zimizdan o'quvchilar. Ya'ni ustingizda ishlayap, ustingizda bilimingizni oshirganingiz bu juda ham zo'r demoqchiman. Mana endi shuncha yil davomida nechta faoliyatlarni ko'rdingiz? Tajribadan kelib chiqib beradigan maslahatlaringiz? Faoliyatlar juda ko'p bo'ldi, to'g'risi. Undan bunga. Misol uchun meditsinaga kirib ko'rdik, ona zapchast sotib ko'rdik, import, qurilish, katta tashkilotda ishlar bo'lsa kerak deb katta tashkilotlarda ham ishlab ko'rdik. Xo'p, hozirgi holatda natija qanaqa? Mana fikringiz qanaqa bo'ldi? Endi misol uchun katta tashkilotda ishlaganim ham yomon bo'lmadi. Mana hozirgi misol uchun ishlayotgan asosiy tashkilotlarni misol uchun o'sha yerda tanishganmiz. O'shalarni sekin-sekin baribir tushunadigan odam kerak deb o'zi tortib ketadi. O'zi tortib ketgan misol uchun.
undan ish bo'sh ishdan misol u yerdan bo'sh yeyman degandan keyin как раз bizga mana shunaqa ish kerak, o'ziga kelib o'zidan buxgalteriyaga qarab bering deb tortib o'tib ketishgan. Buxgalterlik o'sishiga sabab nima bo'ladi o'zi? Buxgalter o'sishiga sabab qiziqish, endi bo'lsa qiziqish ham bo'ladi. Xo'p. Mana sizni o'sib ketishingizga nimangizga qarab chaqirishgan? Yo siz ish qidirganmisiz o'zingiz? Har doim har xil endi bir xil ish ham qidirganman. Mhm. Misol uchun endi o'zimni bilimim nima deydi, odam bitta ish qursa zerikadi, yaxshi bilaman deydi. O'sishiga sabab deb o'ylayman. O'zini mana shu ishiga baribir qiziqishda deb o'ylayman-da. O'zini ishiga qiziqsa, misol uchun shu tashkilotda 6 oy, 1 yil ishladimi, bo'ldi. Mana shu ishni zo'r bilaman. Mana shu ishda menga ko'proq oylik berish kerak degan tushuncha uyg'onadi. Endi baribir xochishni uyg'onadi hammada manimcha. Mana aytmoqchi bo'lganim, bir ishdan ikkinchi ishga o'tishga sabab sizda nima bo'lgan? Moliyaviy tomonlama pul bo'lganmi yoki erkin grafik bo'ladimi? Har xil bir xilda moliyaviy holat ham bo'lgan. Misol uchun va'da berib chaqirilgan joyda va'da bajarilmagan holatlar bo'lgan, misol uchun. To'g'ri. Shunaqa holatlar. Bir xilda endi tashkilot misol uchun ichki tartibiga moslasha olmaslik bo'lishi mumkin. Qanaqa misol uchun? Misol uchun mana bir xil joylarda rahbarlar bilan qanaqadir kelisha olmaysiz. Misol borasiz, zo'r kel deydi, chaqiradi, keyin misol siz mana bu anaqa bo'lishi kerak, 5 ga 5 qo'shsa 10 bo'ladi, mana shu 10 turishi kerak desangiz, 5 ga 6 ni qo'shib 11 qolishadi, 11 bo'lib qolibdi. Shu 11 ga dokument to'g'rilay qolinglar deydi. To'g'ri. O'sha ish bo'lgandan keyin aytadi. U o'sha bizga 2 marta yoki 3 marta ish bo'layotgani, unisi ularga uncha qiziq Hisob kitobda bu hisoblanmaydi. shunaqa. Ularni endi prosta bo'veradi degan anaqasi ko'chada o'tib ketaveradi, to'g'ri. Lekin bu yoqni to'g'rilab qo'yish qiyinligi shunaqa tomonlari ham bor. Endi misol yaxshi kelishib shu aytganini qilib ishlaydigan odamlar bilan mana o'sha salkam 5 yildan beri ishlayotgan odamlarimiz ham hozir o'zi asosiylari shunaqa. Yangi anaqa tashkilotlar yo'q. Asosan hozir mana ishlayotganimiz shu 2020-yilda, 21-yildagi odamlar bilan haligacha ishlayapmiz hozir. Buxgalterlar oyligini o'sishida o'zi nima omil bo'ladi? Sabab. Sabab endi tashkilot o'sishi, misol uchun tashkilotda ish ko'payishi, o'zini ishini xullas ko'rsatib bera olishida. Misol uchun qayerdadir nima O'rtacha mana hozirgi holatingizda, bilimingizda, tajribangizdan kelib chiqib necha pullik oylik bo'lsa ishlaysiz? vaziyatga qarayman deydi, ishga Misol uchun-da. misol uchun Mana kun bo'yi asosiy ish joyingiz bormi hozir? bor. Bor. Misol uchun siz hozirgi bilimingizda o'zi siz so'rab ola oladigan darajadasiz. Qanaqa ma'noda bilimingiz borki, mashincha bersang o'tiraman. Ya'ni o'zi siz o'zingizga verimsiz, ishonasiz, manimcha degan ayta oladigan oylik haqqingiz bor demoqchiman. 15 millionga yetdi. 15. Endi ketsa ketaveradi. Minimalni 15 misol. Undan kam bo'lish kerak emas. Bitta qiziq joyi bor. Har biridan deydi. Endi har biridan baribir amalga oshmaydi. Chunki misol uchun har bittasi 15 million beradigan tashkilot уже undan sal ko'prog'ini ham bera oladi. Yonida o'tirishini xohlaydi. Misol uchun unaqa pul bergandan keyin kun bo'yi o'tirib kun bo'yi o'tirib ishlaysan. Misol uchun unga qiziq emas, men ishlaymanmi, boshqa odammi, prosta men o'tirishim qiziq. Misol savoli tug'ilganda shunda meni oldimga kelib, mana shunaqa bo'lyapti, nima qilamiz deydigan protsess. Prosta telefon qilishmasdi, o'sha именно men o'tirgan yonida o'tirib berishingiz kerak. Yonimda o'tirib berishim kerak. O'sha narsa qiziq unga. Endi ko'rmasa, misol uchun men yo'q bo'lsam, menimcha ish ketmayapti deb o'ylaydimi? Tadbirkorlarda ayrim holatda shunaqa tushunchalar bo'ladi. To'g'ri. Mana buxgalteriyani tanlashdan maqsad ham ayrim taqaladigan joyi shu erkin grafik. To'g'rimi? Xususiyda shunaqa, to'g'ri. Mana o'zingizdagi holat qanaqa? Endi misol uchun sharoit bu siz ham o'zingiz qilib qo'yganmisiz? Misol uchun hammada erkin grafik tanlagandan keyin o'ziga sharoit ham yaratib oladi. Ya'ni ishini vaqtida qilib qo'yish uchun. Endi unaqa desa ham bo'ladi. Erkin grafik qanaqa? Misol uchun ishga borsa ham bo'ladi, bormasa ham bo'ladi. Borganda misol uchun hozir ham talab qanaqa? Misol uchun aytib qo'yish kerak prosta.
manmi kuni mani ishim bor yoki man bitta bo'lasizda kunduz kuni bo'ldi bundoq ko'rishib o'zi qilib manga hozir savollar yo'q man ketmoqchi edim desangiz ishni bemalol tashqariga chiqib bitirib kelish man uchun shu erkin grafikda. Uning uchun endi ish vaqtida qilib qo'yish kerak va Ha. to'g'ri bajarib qo'yish Yo'q, kerak. mana misol uchun bu degani ish qolib ketadi degani emas. Mana so'raganda misol uchun qanaqadir maslahat yoki holati, hisoboti hammasi vaqtida ketadi uni. Hech nimasi qolib, misol uchun tashlab ketadi, bo'ldi sovuq qani, sovuq kimdir kelib so'rab kelsa to'g'irlab beramiz. Unaqa narsa yo'q, hammasi joy-joyida ketadi. Помощникlarni qo'yib qo'ygansiz. Bu shunaqa. Nechta помощник buxgalteringiz bor? Hozircha, hozir данный moment bitta. Bitta. O'zi bundan ko'proq bo'lgan paytlar ham bo'lgan. Hozir chunki u tashkilotlar уже yo'liga Ish hajmidan kelib chiqib bitta yetadi. hozir misol uchun постоянный o'zimniki bitta. Endi hozir yana ko'ramiz, o'ylab shundan qarayotgandim. Shu bitta konsalting bari qilish kerak ekanmi? Что-то ehtiyoj bo'lyapti. Yana odam yig'amiz shekilli deb o'yladim. No, o'zi to'g'risi konsaltingda ham bir yurg'izib ham ko'rdim. Menimcha katta tempni bittada olyordikda, endi qiynalib qoldim o'zim. Keyin Объем kattalashib ketdi. Ha, chunki menga faqat yangi buxgalterlarni berishdi 5-6 ta. Zo'r ishlaydigan 20 ta tashkilot berildi. Ularni o'rgatishga ham unga ishlatishga, o'zim ishlashga telefonim tinmadi. Misol uchun bir soat 5 da shu bank yopilsa, telefonim tinadi. Ungacha ajdani unga Mana yerda Abdulvahab aka qarang. Firma 20 ta katta ishlaydigan tashkilotlar chiqdi do'st. Помощник buxgalterlarni olgansiz. Mana shu 20 ta tashkilotlar chiqishi, undan ko'payishi nimaga bog'liq demoqchiman. ishga Chunki ko'plarda nolish holati bo'ladi. Menda firma chiqmayapti, firma yo'q. Mana shunaqa holatlarni ko'p eshitaman. endi nima deydi? U hammasi va nasibaga ham bog'liq bo'lsa kerak. Misol uchun, bu yog'i ishga misol uchun kishiga tanish bilishga misol mana aytamanku hozir ana kuni bitta tanishim ham bor mana buxgalteriyaga yurg'izib berib chaqirildi. 2015-yilda ishlaganman. Bu payt buxgalter ham bo'lmagan. Ana oddiy filtr sotadigan firmada ishlaganmiz. Filtr sotgan, menejer bo'lganman, отдел продаж ishlaganman. Ular отдел продаж nachalnik bo'lganlar. Endi ular boshqa ish yaqinda boshlab turib, o'shanga endi gaplashib turamiz ular bilan ham. Chaqirdilar misol uchun buxgalter kerak, o'zi yurg'izib berasiz. Hali bizda janob katta tashkilot emas. Shunchaki yurg'izib turish kerak hozircha. Misol shu shartnomalar bo'lib qolishi mumkin, pul o'tkazish bo'lishi mumkin. Shunaqa payt odam kerak, biz o'zi hozir uni qila olmaymiz. Endi baribir misol uchun men ham aytdim, nima qilsa o'zim o'rganib chiqsam, misol uchun oyiga 3 ta 4 ta operatsiya bo'ladigan bo'lsa qilsam bo'ladimi? Bo'ladi dedim, lekin bunga ham vaqt kerak edim. Sizni biznesni rivojlantirmoqchimiz, buxgalteriyani desam, biznesni unda dedim buxgalter, yaxshi buxgalter olish kerak просто. To'pata. Misol uchun ko'pchilik biznes egalari o'ylaydi, что men buxgalteriyani zo'r bilsam, meni ishxonam zo'r bo'lib ketadi. Ну, yaxshi просто buxgalter olish kerak. Bo'ldi, unga qo'yib berish kerak. Misol uchun o'zi ishlaydi, misol tashlab ketavermaydi, misol. To'g'risi. Endi rahbarlar buxgalteriyani bilishi foydali. Nimaga? Endi nazorat qilish uchun. Men qarshi emasman, bilishiga qarshi emasman. Просто kelib buxgalterga nimani qilishni o'rgatishi bu juda xatoda o'zi. Misol o'ziga yarasha, o'ziga uverin bo'lgan odamga misol uchun kelib mana bunaqa qilishing kerak ekan, anu buxgalter shunaqa deyapti desa, xato narsa. Undan ko'ra shu auditorman kimnidir olib kelish kerak. Konkretniy o'zi misol uchun o'zini malakasi yetadigan odamni olib kelib, просто maslahatlash. Bu misol uchun buxgalter dushman emas-da. Bir xil anaqalar biznes egalari o'ylaydi, bu meni dushmanim, hamma sekretimni bilib qolish kerak emas. Yo'q, u nabarat buxgalter bilan o'rtoq bo'lish kerak. deb o'ylayman. Kerakli odam, misol uchun buxgalter meni tanishlarimda hech problema bo'lganini men eslamayman. Chiqib mana bunday kamchilik bor, Navoiyga kelsa, mana bunday qiladi yoki mana buncha naqdga sotib yuborganini o'zi ko'rsatmayapti deb hech kim sotmaydi uni. O'zi non yeb turgan joyiga. Qanachon, nabarot biznesni qanaqadir risklardan qochishga harakat qiladi deb o'ylayman-da. Nabarot unga поддержка berib, uni yaxshilab ushlab qolishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. To'pata. Sizda bo'lganmi deyli, endi bilasiz, tajribali buxgalter bilan tajribasiz buxgalter farqi bor.
tajribali buxgalter sifatida korxonani qanaqa yutug'iga olib chiqib bergansiz? Agar siz bo'lmaganingizda, misol uchun o'sha bo'lmasdi. Misol uchun mana bitta tashkilotimiz bor. Mhm. Uni aytsa bo'ladimi? Nomini aytmasangiz ham, hop nima misol uchun? Yo'q, misol uchun soliq xarajatlarini optimallashtirganmiz deylik. To'g'ri taqsimlash. To'g'ri taqsimlagan. Qanchaga misol uchun korxonani Misol uchun mana 6 milliardni misol 100 million, 200 million налогda chiqayotgan bo'lsa, misol uchun o'shani qonuniy yechimi. 20 milliardlar, 20 milliardda ham shu summada chiqsa bo'ladigan sharoitda bo'lganda, qonuniy rejimlarni qilib. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, oddiy buxgalter bilan bilimi bor buxgalterning farqi nimada o'zi? Abduvahob aka. Siz nimasiga qarab ajratasiz? Qilayotgan ishiga. Mana misol uchun men aytaman, soliq imtiyozlarini to'g'ri qo'llashida ham. Chunki o'zingiz aytganingizdek shunaqa firmalar kelib qoladi, ko'rasiz, u firmaga o'shani qo'llash mumkin bo'lgan, lekin qo'llamagan. Tajribasizga berib qo'ygan demoqchiman. Endi bu degani boshlayotgan odam ham u bilmaydi, u yomon degani emas, lekin aytganimizda ya'ni o'zini ustida ishlamagan, qonunchilik bilan birga yondashmagandan keyin o'sha qiyinlashadi. Endi buni har xil tomoni bor-da. Misol uchun buxgalteriyaga kirib kelishda ham kirib kelish bor. Kimdir misol uchun mana bizni balki so'rashdan uyalmagandirmiz. Yoki misol yaxshi gaplasharmiz balki. Bir xil odamlar bor-ku, gaplashmaydi odamlar bilan, kontakt almasha olmaydi, misol uchun faqat o'zini anaqasida dunyosida qolib ketib qoladi. Shunaqa bo'lish kerak emas deb o'ylayman-da. O'sha narsada mana misol uchun ustida ishlash kerak, aytganingizdek ustida ham ishlash kerak yoki maslahat olish kerak. Men misol yengil yoki bilmaydigan narsa bo'lsa, o'zimdan kattaroq misol uchun shu ko'p anaqani ko'rgan, именно shu sferada ishlaydigan odamni topishga harakat qilaman. O'shandan maslahat olib ko'raman. Mana shunaqa bo'lyapti, nima qilsa bo'ladi. O'sha odam misol uchun o'shani ichida misol 5 yildan beri kamida shu ishni qiladi, to'g'riroq maslahat beradi-da. 8 yildan beri ana shu sohaning ichidasiz, salkam. Hop, 8 yilda eng katta qilgan xatolaringiz buxgalteriyada va o'sha xato esingizda qolib ketgan. Bo'ladi-yu odamda qattiq keladi. Buxgalter bo'lganimiz. Buxgalter bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Biznesda? Qanaqa biznes qilgan bo'lardingiz? Misol uchun Xitoydan narsa olib kelib sotardim. Ya shunaqa taklif bo'lgan. Mana как раз o'zi shu o'qishni bitirib, endi anaqani boshlayotganimda shunaqa taklif bo'lgan. Misol akam aytardi. O'sha payt aytganlar ham, sen unaqa zo'r bo'lmayapti-yu, qo'y, mana shu o'zlari mana bu ishni qila qolaylik. Qachon aytardilar bu gap? O'sha gap shu Buxgalteriyaga kirishingizdan oldinmi? Shu 18-yilda aytardilar-da. Endi to'g'ri o'sha payt endi boshlayotgan paytlarim edi. Misol частныйga endi o'tib, oylik ishlaydi-ku. Misol uchun baribir anaqa начальныйda misol uchun 1 millionlardan boshlaganmiz shu paytlar deylik, oylikni. Misol 2018-yilda 1 million $100 sal oshiqroq bo'ladi. $150 misol uchun. Aytardilar akam endi maslahat berganlar baribir. Misol oyiga хотя бы $100 yig'ib qo'ya olasan ham, o'sha ishing yaxshi bo'ladi hozirgi kunda deganlar-da. Yomon gap gapirmaganlar. Endi meni yonimga o'tib, men bilan ishlab, ishni rivojlantira qolaylik, to'g'ri. Degan mayli degan ko'ramiz. Endi men endi boshladim-ku, shuncha xarajat qilib qo'ydim. Endi ozgina ishlab ko'ray. Bu yerda xarajat qilib qo'yganingizni qo'llaganmisiz yo maqsad boshqa bo'lganmi? Men aynan buxgalteriyani tanlagansiz. Endi o'zi to'g'risi buxgalteriyaga o'qib chiqqan bo'lganim uchun, misol buxgalteriya kollejidan boshlangan o'zi hammasi shu 2010-yil Toshkent bank kollejiga kirganmiz buxgalteriya sohasida. Buni to'g'risi o'zi buxgalteriya o'sha anaqada ham bo'lmagan. Endi men misol uchun qo'shdim bankda ishlaydi o'sha payt. Tasodifan bo'lib ketganda endi bankda ishlaydilar. Misol uchun shu qo'shnim maslahat berganlar. San bank sohasiga emasdi, именно buxgalteriyaga kirgan. Buxgalteriya hamma yoqda bor. Bankda ham buxgalteriya bor, byudjet tashkilotida ham bor, частныйda ham bor. Xullas qayerga borsang bari buxgalteriya bo'ladi, ish ko'p bo'ladi. Bankda o'qib chiqsang, именно bankda ishlashing kerak bo'lib qoladi deb maslahat berganlar. Keyin mayli o'key deb o'sha bank kollejiga borgan. Bank vasiti именно buxgalteriya sohasiga topshirib, buxgalteriya bo'yicha endi ishlayman, ish qidiraman deb shu bitirgandan keyin ham ishlaganmiz, bo'shtirganmiz. Keyin do'rat ishiga o'tganman buxgalteriyada.
ishlaganman. Endi davlat ishida anaqa bo'ladi. Misol uchun oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Ha, Biz endi unga harakat qilganmiz, endi bo'lmagan. Oliy ma'lumotli bo'lmagani uchun, o'sish bo'lmagani uchun mayli deganman, shu bitta o'zim частныйda ham sinab ko'ra qolamiz endi. keyin частныйga Chunki o'tishga. o'sha o'rtog'im mana men bilan birga boshlagan o'rtog'im o'sha частныйga o'tgan. частныйda u men byudjetda boshlagan, u частныйda boshlagan. частныйda ancha yaxshi bo'lyapti. Misol uchun anaqalar ham osonroq, ish stili osonroq o'zi. Byudjet tashkilotida endi nazoratda oladigan tashkilotlar bor, ruxsat so'raydigan tashkilotlar bor. Shuning uchun shunaqa gaplashib anaqa qilganda ancha taklif osonrog'iga o'xshab ko'ringan, qanaqadir endi yengil. Uni sinab ko'raylik. Uni sinab Qiyin. ko'rish kerak, ko'rib boqish kerak. Rostdan ham shunaqa. O'zi ishlab turib qo'shimcha ish olaman degan maqsad ham bo'lgan. To'g'ri, ha. Bitta ishlayveraman, byudjet tashkilotiga qo'shimcha ish bo'ladi. Keyin taqdir taqozosi bilan частныйga o'tganman. Misol uchun endi u yerda baribir oylik ham sal уже boshqacharoq bo'ladi. Keyin ozginadan keyin shtab boshqa boshlangandan keyin tamom 1 milliondan keyin 2 millionga ko'tarilgan. Ketdi. Уже qarasam yaxshi bo'ldi. Mana shu boshlanayotgan paytda qo'rquv bo'lganmi? Chunki ko'plar borganda ozgina o'zi напряженный bo'lib yuradi, oyligida ozgina muammo deydi. Endi baribir bo'ladi, endi xohlasa xohlamasa, chunki endi hamma bari kelajagini o'ylasa kerak deb o'ylayman. To'pata. Men misol uchun mana o'ylaganman, to'g'ri yaxshi bo'lib ketarmikin, boshqamikin. Orqaga qaytmoqchi ham bo'ladi. Endi orqaga qaytmoqchi yo'q, lekin endi o'zi men sohada bo'lganim uchun orqaga qaytish to'g'risida uncha o'ylamaganman, to'g'risi. Endi mana orqaga qaytish qanaqa odam o'ylashi mumkin? Mana o'zi 5 million hozir qanaqadir ish qilyapti, 5 million oylik topyapti. Buxgalteriya o'rganyapti-da, boshlanishga 2 million oylik beraman deyapti. 5 millionlik ishligini tashlab 2 millionlik ishga o'tyapti. O'sha odam o'ylaydi rostdan ham. Men keyinchalik ham bu ishni ishlab 5 millionga chiqarmikanman. Hozir men aytak 5 million olman, menga 1 million, 2 million taklif qilishyapti. Ko'tarilarmikan bu narsa degan narsa bo'ladi. Qanchada ko'tarilgan so'z? Meniki misol uchun mana ishni boshlab o'zi 1,5 million edi. Keyin misol uchun o'tishim bilan 2 million bo'lgan misol uchun. O'sha narsada ishlab turganimda endi u qanaqadir tashkilotimiz ham ana byudjet tashkilotiga o'xshagan o'sardi. Yaxshi, misol uchun o'sha tomoni byudjet tashkiloti oylik oshirsa 10% bizga ham oshirishardi. Borishim bilan ishtirokga o'tgandan keyin ozgina ko'tarilgan. Misol uchun premiya rahbarlar ham o'sha payt yaxshi edi. Misol premiya berib turlardi, boshqa endi yaxshilanish boshlagan baribir. Keyinchalik misol uchun u yerda 1 yildan oshiq faoliyat yurgizgandan keyin boshqa tashkilotga o'tdim. Misol uchun u yerda уже 4 million bo'lgan misol. Birinchi mashinam olganman, keyin endi uydagilar ham Nimaning orqasidan shu mashina bo'ldi? Endi uydagilar Kasb orqasidanmi? shunaqa endi qanaqa tomonlama misol uchun fermachani o'zini uydagilar ko'tarishgan yarmini 50% misol uchun. Qolgani ketdi, o'zing to'laysan. Хорошо, o'zim to'layman. Har oyligimda 2 million 2 milliondan to'laganman. Hozirgi kunda qanaqa? Nima, mashinami? Ya'ni mashinangizni o'zgartirgandirsiz ham. Hop, aytmoqchi bo'lganim, mana shuncha yil davomida ishladingiz, shu kasb orqasidan hozirgi natijalaringiz qanaqa demoqchiman? Endi misol men 8 yilda 8 barobar oshmagandir-ku, lekin bir 4 barobar misol uchun dohodimiz bari oshgan. Yaxshi, yomon emas. O'ziga yarasha mashina ham almashtirdik. Oliy endi Xudoga shukr, hammasini yetkazganiga. Bo'ladi, misol uchun yomon emas. Chunki ko'plarda kelayotganda birinchi hozirgi yoshlarda shu narsa bo'ladi-da, miyasiga o'tirib qolgan narsa bor, hammada ham emas. Lekin suhbat ko'p qilaman. Kelgan odamlarda psixologiyada shu narsa borki, qoracha intira olish, iPhone 15 Pro Max, keyin uylanish. Hozirgi holatda tez shu narsaga erishish kerak demoqchiman-da. Yo'q, lekin mana misol uchun men to'g'risi buxgalteriyaga kirib hozir mashina olaman yoki uylanaman. To'g'risi men boshida kirgandim, Matiz olishni orzu qilganman-da. Misol uchun mana shu 2018-yil Matiz ololmaganimda, endi pulim bo'lmagan, yetmagan. Misol uchun endi uyda ham bizning hozir sharoitimiz yo'q deyishgan. Misol uchun Matiz ololmaganiga ham odam xafa bo'lganda, misol uchun o'sha payt Matiz ololmaganimga xafa bo'lganman. Endi
keyin mana misol uchun bilsak, Alloh yaxshirog'ini nasib qilgan ekan. To'ppa-to'g'ri. Keyingi yiliga Spark o'xshagan misol uchun. Bo'ldi, shu Sparkdan boshlangan bo'lsa, Spark'ga qolgan pulni o'zing to'laysan deyishgan. O'zim to'lab qutulganman. Spark keyin Cobalt bo'ldi misol uchun. Shu sohani orqasidan baribir endi keyin qo'shimcha qanaqadir boshqa sohalar daromadli qo'shilishni boshladi. Bundan tashqarida men aytaman-ku, srazi misol uchun qora jentri yo boshqa olishni endi o'ylash bilmadim xato, chunki manda ham srazi bo'lib ketmaganda hammasi. Hamma narsaga Misol uchun 1 yil o'tyapti, 1 yil emas, 1 yildan keyin 2 yildan keyin misol uchun jentr emas, misol Spark o'xshayapti. Misol yana 2 yildan keyin misol jentr emas, Cobalt. Misol komfort endi to'g'risi tomoni yoshlar fikri to'g'irlash kerak birinchi o'chirda. Aytganingizni o'zingizda ham ana shu buxgalteringiz bor ekan. Olib chiqayotgan buxgalterlarga nima talab qo'yasiz? Nimani bilishi kerak? Хотя базовый знания bilish kerak. Misol uchun mana AJNS'da счет faktura kirgizsangiz, хотя o'sha счет fakturani to'g'ri kirgizish kerak. Bank misol uchun mana bank oddiy narsa-da, o'sha qilib bo'lingan operatsiyani to'g'ri ko'rsatish kerak programmada просто. Programma nimaga kerak? Keyinchalik hisobot topshirayotganda o'sha tayyor narsani olish uchun vaqtni qisqartiradi-da. Vaqt misol uchun bo'ladi, 3 oy yig'ib turib, keyin shu kuni o'tirib 5 soat ishlasa ham, undan ko'ra 5 minutda shuni oylarni yopib tayyor anaqancha. O'zingiz nimada qiynalgansiz va o'sha narsani qilishsa qiynalmasligini ayta olasiz buxgalteriya? To'g'risi boshida ustoz topishga qiynalganman va. Eng katta. Chunki bundan oldingi podkastimizda ham shu masala ko'tarildi. Eng katta ayta oladigan narsa sizdan ustoz masalasi. Ularda ham xuddi shu masala bor. Ustoz topish masalasi. Mana misol uchun men boshida mana shunaqa so'rab maslahatlashganimda asosan qizlarni bilmayman, oldin juda ko'p nimagadir asosan buxgalteriya yordamchilikka qizlarni olishadi. Rus tilini bilsin, misol mana men tavsiyam misol uchun rus tilini ham yaxshi bilish kerak baribir. To'g'ri, endi o'zlarini til, davlat tilimiz o'zbek tili, buni hech kim отказ qilmaydi yoki e'tiroz qilmaydi, lekin baribir ko'p narsada rus tili ham ahamiyati bor. Misol programmalarda til bilishi oylikni oshirishiga sabab bo'ladimi? Bo'ladi. Ya'ni ta'siri bor. Ta'siri bor. Seriozniy ta'sir bor hozir. Yo, men aytmoqchi bo'lgan rus tilida emas, mana misol uchun bu endi to'g'ri kulgili holat tuyulishi mumkin. Mana hozir bizga уже chet el bozoridan ham qiziqishlar bo'lyapti. Misol mana men tanishlarimni o'zi ham buxgalteriyasini endi chet el tashkiloti, misol uchun investor, qo'shma korxona. Qo'shma korxonani endi ular международный уровеньda buxgalteriyaga beramiz. Bizga shu ishonarliroq degan. O'sha международный buxgalteriyani anaqasi firma bari o'zidan odam oladi. U kelib misol uchun Yevropadan olib kelib odam bot ishlatmaydi. Ular просто qanaqa talab? Ingliz tilini bilish kerak. Misol uchun o'zbek firmada 7 million odam, ular 10 million smelo bera oladi. Chunki ular o'sha xizmatni международный уровеньda degan hisobiga ulardan biz misol uchun 10 million olsak, ulardan spokойно 20 million, 30 million pul oladi. O'shani 10 millionni normalniy уровеньda odamga beradi-da, 20 millionni o'zi olib kelib kontrol qilib, endi ular ham o'sha уровеньga chiqishiga baribir sabab bo'lgan-ku, xizmat qilgan, xarajat qilgan, o'shani endi rohatini ko'ryapti-da. To'g'ri. Men nimaga bu savolni, bu masalani ko'tardim? Chunki o'quvchilar kelganda birinchi navbatda eng ko'p beriladigan savol mana shu. Men sizlarni kursingizda o'qisam, bitirgandan keyin necha pullik oylik haqqili bo'lgan ishga joylab qo'yasizlar degan savollar. Bunga nimaga bu gapni ko'taryapman? Joylashayotgan odamni misol uchun suhbatida jarayonni til bilishi o'zi ham $100-200 ga ko'tarib yuboradi. To'g'ri. To'g'rimi shu narsa? Endi hamma yoqda har xil. Misol uchun mana чисто o'zbek kollektiv misol uchun ishlaydigan joy bor, aralash sostav bo'ladi. Lekin kattaroq, katta оборотli korxonalar har xil yig'ilgan bo'lsa, bilasiz, talabi o'ziga yarasha bo'ladi demoqchiman. Ya'ni bu ham bitta ayta oladigan gapimiz, buxgalter olish haqqisi o'sishiga sabab bo'lgan narsa uni bitta til bilishi. Va endi undan keyingilari albatta bilim darajasi, ustida ishlashlari. U narsalarga ham ko'p narsa bor. Endi aytaman-ku, talab misol uchun чисто o'zbeklar bilan ishlaydigan odamlar bor. Aralash ishlaydigan odamlar bor.
Misol uchun mana bir xil joylarga borganimda aytishgan, oldin buxgalter nimaga ketyapti? Rus tilini bilmaydi, misol uchun. Rus tilini bilmasligi. Nimaga? Chunki klientlarimiz yarmi rus, misol uchun man o'zim gaplashib qolyapman, yoki yana anaqalar tushunmay qolyapti qanaqadir joyni. Albatta bilgani yaxshi. Ha, Judayam. misol uchun o'ziga plyus-da baribir. Misol ular anaqasida emas, o'ziga plyus, men aytaman, mana ingliz tilini bilsa yanayam plyus. Misol hozir aytaman, международный уровеньga chiqsa, o'zi ham chiqsa bo'ladi. Sertifikat olsa bo'ladi, chet elda o'qib malaka oshirsa bo'ladi, chet el firmalariga hozir O'zbekistondan turib ishlayversa ham bo'ladi. Misol chet elda bizdan ham ko'ra erkinlik ko'proq. Ularga ham ish qilsa bo'ldi-da, udalyonda misol uchun ish qilsa, bizada misol 5 million bersa, ular smelo 10 million, misol 10 million bo'lmasa 6-7 million beradi. Ularda kamroq ham bo'ladi. Misol uchun ish soati ham kamroq bo'ladi. Shunaqalardan 3-4 ta qilib qo'ysa, Shunaqadan 3-4 ta qilib qo'ysa, uydan chiqmasdan ishlasa ham bo'ladi. Qanaqadir problema bo'lib qolsa, ular o'zi ham hal qiladi. bundoq gap so'zingizga qaraganda, demak, shunaqalardan qilib qo'yib, uyga ham bitta sharoit qilib qo'ygansiz-da. Shunaqa uyga ham sharoit qilib qo'yganman, как положено. Chunki hamma buxgalterlarda bor-da sharoit. Siz ham shu. Ha, yo'q. Endi har xil holatlar ham bo'ladi. Chunki mana hozir ham ishdan misol uchun voqeliklar chiqqan bo'lsak, nimadir aytishsa, misol uchun notebook har doim to'g'risi mashinada turadi. Qurol bo'lib. Ha, qurol hammada. Misol uchun men aytaman, yordamchilarga ham, misol uchun boshqaga ham tavsiya qilaman, notebook nimaga? Kompyuter yaxshi-ku, arzon-ku. To'g'ri, yaxshi arzon, misol uchun kompyuter tashlab ketadi to'pada. Misol mana san aytaman, san deyman, ertaga shanba misol uchun ishlamasligi mumkin. Sanga aksiya kerak bo'lsa, kimdir ofisga kelib ketish kerakmi? To'g'ri deydi, misol uchun notebook olib beradi. Notebook misol uchun men hammaga aytaman, notebookni ol. Bizani misol uchun oldingi ishxonalarni o'zim ishlagan joylar ham hammasida misol uchun hamma buxgalterga notebook. Misol shanba kuni ishmas, lekin отгрузка bo'ladigan joylar bor. Aytadi, отгрузка bo'ladi, отгрузкani bosib ol. Menga problema bo'lmasin deydi. Uyingdan o'tirib qilasanmi, kelib qilasan, san ishi. Shu kuni shanba kuni prosta ish qilib qo'y. Men dam otgandim, meni damim buzishmasin. O'shaning uchun qulaylik, endi komfort. Qani Abduvahhab aka, moliya ustasida o'qidingiz va shu olgan bilimlaringiz amaliyotda kerak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Endi moliya studiyasida to'g'risi men boshlang'ich amaliyotlarni olganman baribir. Shu boshlayotgan nima deydi, yurishni o'rganayotgan paytim borganim uchun, конечно, hammasi kerak bo'ladi. Chunki baribir u endi boshlanishini o'rganganmiz-da. to'g'ri, mana 8 yil davomida faoliyat ko'rdingiz. Soliq tekshiruvlariga ham tushib chiqqandirsiz. O'sha har xil holatlarni ko'rdingiz. Endi qo'llaniladigan savol bo'ladiki, ko'plar murojaat qiladi. Biza shu o'qiyotganimizda adiniz kerakmi o'zi bizga? Ya'ni soliq tekshiruviga aloqasi bormi deydi. Bu javobini ayta olaman, lekin sizlar ham eshiting. Soliq tekshiruviga aloqasi yo'q. Xolos Adines unda bizga nega kerak? adines endi bu qulaylikda. Misol uchun mana buxgalterga ko'mak bu. Bundoq qarasa, o'zani aytadi, buxgalter hamkor, buxgalterga ko'mak, bir o'z bor misol uchun. Shunaqa har xil programmalar bor. Именно adines xohlamasa boshqasi. Misol uchun mana tanishlarim bor, mana bir o'z. Misol men hech ishlatib ko'rish harakat qilmaganman. Mana bir o'z bor. Misol rostdan ham ko'pchilik buxgalter ishlatar ekan uni ham. Обновлениялari chiqadi. Shu aytaman, biz paytda ham bor edi, bilaman. Shu aytaman, shu 2000 nechinchidir yildan beri bor ham. Lekin endi Afzalligi nimada? Xalqaro o'yinlarga misol uchun mana xalqaro Rossiyada ham bor, bizda ham bor. Mana men aytdim-ku, misol uchun tilni bilsa nimasi plyus. Bu ham mana o'shanga ham taqaladi. Rossiyada ham shu programmani ishlatadi, chunki bu bizga Rossiyadan keladi. Международный уровеньga chiqsa, xalqaroda ham bordir balki, misol adines yurg'izish. Bizda bo'lmasa, endi taqdir taqozo qilsa, Rossiyaga borsa, zo'r tilni bilsa, zo'r diplom bo'lsa, misol uchun u yerda ham malakasini bir 2-3 oy oshirib, mana shu programmada programma o'sha-ku, balki shotlar o'zgarar. Qanaqadir tartibi o'zgarar, lekin programmada kirgizadigan joyi, kirgizadigan narsalari o'zgarmaydi-da. Misol uchun mana xuddi o'ziga hozir yengillik bo'layotgan narsa, mana eski adines 7 versiyalar 7 dan 8.3 ga hozir 3.0 ga o'tish bo'lyapti. Redaksiyalar. Misol uchun 8.3 redaksiyani bilgan odamga 3.0 to'g'ri joy o'zgarishi mumkin, shu joyini topib olishga qiyinchilik bo'ladi, lekin o'sha ichilidan o'zgarmaydi. Umumiy olganda
katta razniца yo'q, lekin bundoq o'qisa, hammasini tushunib olsa bo'ladi. O'shani aytaman, misol o'qigan odam. Bu narsa endi odamni o'ziga qulaylikda bu. Buxgalterga misol uchun har xil tashkilotlar bor. Bir xil tashkilotlar kunida 10 ta, 15 ta aktyorka so'raydi. O'shanda biladi u. To'g'ri, hozir u ishlatmayapti. Misol aktyor ketsa xayoliga ham kelmaydi. To'g'risi, darsda misol uchun o'tirib qiziq bo'lmaydi. Men endi ham ishlab, ham o'qiganim uchun o'sha payt menga har bitta dars qiziq bo'lgan. Bularda hozir praktika yo'liga faqat nazariyani o'qib, kirg'izishayotganiga anaqa nima deydi, kerakmikin degan tushuncha bo'lishi mumkin, lekin ertaga o'zini boshiga tushsa, misol uchun Keyin bir keyin biladi mana bitta bir kunda 10 ta tashkilotga aktyorga bersa, ruchnoy qanaqa yig'ib berar ekan uni. Bittalab vipiskadan olib tushgan pulini keyin shot fakturadan olib bittalab anaqasini qo'yib bersa, shot fakturasini keyin ular voy rostdan aktyorga qilsa osonroq bo'lar ekan. Ajines kirgizgan bitta knopkam bo'lsardim, shundan chiqib kelardi tayyor deydi. Abduvahhab aka o'qish niyatida bo'lganlarga nima maslahat berasiz va o'sha maslahat bo'lganda edi menda ham deb aytasiz? O'qish endi mana misol uchun to'g'risi ko'pchilikni jo'nataman. Sizlarga ham hozir mana misol uchun aytaman. Baribir deyman, misol uchun necha yildan beri o'qituvchilar o'zgarmaydi. Baribir uje anaqa nima desa bo'ladi. Qayta ha deb o'rgaturgan har oy o'zgarmaydi o'qituvchilari yaxshi deyman. Misol men o'zimga ham keladi mana endi to'g'risini aytaman, oldin buxgalterlar o'sha aytsa, men borsam aytsam qizg'anyapti derdim. Misol uchun to'g'risi vaqt yetmaydi. Noldan unga o'tirib, misol uchun menga kirgizib Помощник o'rgatguncha, to'g'ri. misol bittalab unga noldan hamma narsani o'rgatguncha vaqt ham ketib qoladi, sabr ham chidamaydigan bo'lib qolar ekan o'zi. Chunki uje bizni ko'z yumib qilib tashlaydigan ishlarni o'rgatish kerak. O'shanga sal bilib kelsang, o'rgataman, mayli deb anaqa qilaman. Jo'nataman. Bu maslahatim yaxshi, misol endi aytmayman, imенно mana moliya studiyam maqtayapti bo'lishmasin. Masjidga borib o'qigan emas-u. Misol qayerga bo'lsa ham e'tibor berish kerak. E'tibor bilan xohish bo'lishi kerak ekan. Xohish bilan o'qish kerak-da. Misol mana sochim oladigan o'rtog'im bor, sartarosh o'rtog'im, aytdim, so'randi. Misol uchun jiyanim bor, olib kelsam bo'ladimi? Endi yaxshi, u ham misol seriozniy bo'lib ketdi o'zi, urovingga chiqib ketdi-da. Bir 2 hafta, 3 hafta oldin yozdirmasa joyi yo'q, sразу borsangiz joyi yo'q. 2 hafta 10 kundan keyin yozib qo'yaman degan urovingga chiqdi. U ham aytdi, qiziqishi bo'lsa olib kelsang bo'ladi. Qiziqishi bo'lmasa, misol uchun 6 oy oldinda soch kesish ko'rsam, qo'ysang bari soch kesa olmaydi. To'ppa. Shunaqa narsa. Nima soha bo'lishidan nima soha bo'lishidan qat'iy nazar e'tibor berish kerak, qiziqish bo'lishi kerak. Misol uchun men buxgalter bo'laman, именно mana shu sohada men o'zimni ko'ryapman deb borish kerak. Просто o'tirdimi, qildimi, ko'rdim, o'shanga vaqt ajratish kerak, qilish kerak. To'ppa. Ustida ishlasa, ya'ni qilsa bo'ladi hamma narsani. Mana hozirgi kunda оборот qanaqa firmalaringizda? Смотря hammasi har xil. Misol o'qisa, o'rgansa qanaqa оборот qila oladi? Qaysidir 100 milliarddan oshiqroq misol. Общий olganda 300-400 milliard chiqib qoladi. 400 milliard. Misol uchun, demak, o'qisa, natija qilsa, albatta shunaqa korxonadan buxgalteriyasini yuritsa bo'ladi. Bo'ladi endi, hammasi bor, odamni ishlayapti-ku. To'ppa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shart emasda, oldin manimcha narsani o'qib chiqishing kerak degan tushuncha yo'q-da. Inson muhimi boshlash kerak, qadamni tashlash kerak, u yog'i sekin-sekin bo'lib ketadi. Endi o'qish ham shart emas degani ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. O'qish ham kerak baribir. To'g'risi aytaman, mana bir xillari mana sabri chidamaydi. Misol o'rtog'im o'tirib aytayapti, voy deydi, hisob-kitob qilib chiqib 3 soatda uje deydi, ko'zlarimni olib charchab ketdim. Bo'ldi uje yetadi. Unaqa odam uje misol uchun bo'lmaydi, dangasalik qilish kerak emas. Men nima nazarda tutyapman, deylu, 4 yil institutda o'qib, keyin uni yana magistraturasini o'qib, misol uchun, oldin shuncha yil yo'qotib, undan ko'ra, misol uchun, uni ham o'qisin. Misol uchun-da endi bu shaxsiy fikrim, ham sirtqini o'qib, ham shu kasbda o'qib, birato'lasi ishlab ketsa tezroq natijaga erishmaydimi demoqchi? Bo'ladi. Mana misol uchun men ham hozir ishlab ketganimdan keyin mana hozir men sirtqida o'qiyman. 4-kurs. Misol uchun vaqtdan ham moliyaviy misol uchun anaqada baribir oliy ma'lumotli diplomim bo'lsin, endi balki taqdir taqozo qilib yana
qanaqadir boshqa amallarga o'tib qolarmiz. Albatta. Har xil soha bo'lishi mumkin, har xil ish bo'lishi mumkin yoki yana o'zgarish bo'lib, misol buxgalter bo'lib ishlash bilan oliy ma'lumot bo'lib qolishi mumkin. O'qish erta kechi yo'q. Ha. Chunki mana o'zingiz ham aytyapsiz, menda ham xuddi shunaqa. Misol uchun Davlat iqtisodiyot universitetida sirtqida o'qiyman. Misol uchun u erta kecha biz ham to'g'ri o'sha paytlarda o'qimaganmiz-yu, lekin nima kasbga o'sha biz ham o'qidik, xususiyda bo'lsa ham odam to'xtab qolishi kerak emas demoqchiman. Ya'ni kutib, oldin hammasini o'qib olaman emasda, parallel ravishda birgalikda olib ketgani yaxshiroq demoqchiman. To'g'ri, bu ham to'g'ri. Chunki baribir nima desa bo'ladi. Ana 4 yil bakalavr, keyin 2 yil magistratura o'qigan bilan 1 yil ishlaganni opitini bermaydi baribir. To'g'ri, misol uchun o'rgatishligi mumkin nazariy jihatdan, lekin misol ishlayotganda ko'rilgan protsesslar ishlayotganda bo'ladi. Juda ham to'g'ri. Chunki endi baribir oliy ma'lumotga nimaga bo'lish kerak desa, kuchli domlalarimiz bor. Haqiqatdan ham borasiz. Ularda endi yoshi katta, tajribasi ham bor. Ulardan oladigan ma'lumotingiz o'zi ham bir maza qiladi odam. Ilmni to'xtab qolish kerak emasda. Abduvahhab aka, bugungi podkastga kelganingizdan juda ham xursand bo'ldik va kattakon rahmat aytamiz. Tavsiyalaringiz, maslahatingiz uchun minnatdormiz. Rahmat. Taklif uchun men ham xursand bo'ldim. Eski tanishlarni ko'rganimdan ham hammasiga rahmat sizlarga ham chaqirganinglarga. Salomat bo'ling, rahmat. Sog' bo'ling.